Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Mana yurtimizga moh Ramazon oyi ham kirib keldi. Ushbu oy oddiy oy emas, balki qalblarni poklovchi, nafsi tarbiya qilguvchi, najotga eltuvchi mag'firat, rahmat oyidir. Zero ushbu oyda qilingan bir yaxshilik boshqa oylarda qilingan yaxshilikdan 10 barobar afzaldir. Bugungi suhbatimizga biz Namangan shahri Xomidun qori jome masjidi imom xatibi ustoz Kamolxon domla Sulaymonovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz studiyamizga. Ramazon muborak bo'lsin. O'zlariga muborak. Ustoz, Ramazon oyida Alloh taolo biz mu'minlarga roza ibodatini farz qildi. Bilamizki, roza ibodati faqatgina ovqatni tanovvul qilmasdan iborat emas, balki insonning barcha a'zolari ila tutmoqligi demakdir. Chunonchi til a'zosi orqali yolg'on gapirmaslik, g'iybat qilmaslik, birovga ozor bermaslik, ko'z a'zosi orqali esa haromga nazar tashlamaslik, quloq a'zosi orqali esa nomaqbul, yomon gaplarni eshitmaslik orqaligina bo'ladi. Iltimos, shu haqida o'zingiz batafsilroq bayon qilib bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Avvalambor Jalla va Olodan biz so'raymizki, bu Ramazon oyini butun yurtimiz, xalqimizga Xudo taolo muboraklik aylasin. Alloh Jalla va Olo bu oyni barakotidan biz yurtimizga o'zining rahmatini, mag'firatini ziyoda qilishiga Jalla va Olodan so'raymiz. Albatta, Xudo taborak va taolo Qur'oni Karimida oyati kalima bilan bizlarga Ramazon oyini farz qildi. Astag'firullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Jalla va Olo marhamat qilib aytayaptiki, ey Allohga iymon keltirganlar, siz biz mu'minlarga xossatan Jalla va Olo shunday erkalab aytadi, ey mu'minlar, sizlarga biz Ramazon oyini rozasini tutishlikni farz qildik, xuddi sizlardan avvalgilarga farz qilganimizdek, shoyatki sizlar taqvodor bo'lsangiz deyapti. Bu Ramazon oyini rozasini tutishlikni Jalla va Olo bizlarga farz qilishlik bilan bir qatorida bizlar ana shu Ramazon rozasini tutishligimiz bilan ibodatlarimiz bilan biz taqvoga yaqinlashib borar ekanmiz, taqvodor bo'lar ekanmiz. Aksarlarimiz Ramazon oyi kirishlik bilan ba'zi bir xatolarimizga tavba qilamiz. Shu xatolarimizni qilmaymizki va shu taqvoyimiz bizni inshaalloh davomlik etish kerak bo'lar ekan. Bizni shunga buyurilgan. Rozador odam mana o'zi yuqoridagi hadisda aytganingizdek, Alloh Jalla va Olo bizlarni och qolishligimizga yoki bizni taom yemasligimiz muhtojlik joyi yo'q zot, Xudo taolo. Lekin Alloh Jalla va Olo bizlarga Ramazonni rozasini tutgan odamga shunday savoblarni va'da qildiki, Payg'ambar alayhisalom aytibdilar, "Man soma Ramazon imanan va ihtisaban g'ufir lahu ma taqaddama min zambi" deyaptilar-da. Bir odam Ramazonni rozasini iymon, ishonch bilan, ixlos bilan, e'tiqod bilan rozasini tutadigan bo'lsa, bu odamning avvalgi hamma xatolari mag'firat bo'lar ekan. Xudo qolmas ekan. Inshaalloh bu Ramazonni rozasini tutib, Allohning amriga bo'ysunib, halol yurgan insonni gunoh qolmaydi. Ramazondan chiqqanda hamma gunoh mag'firat bo'lar ekan. Bunga dalil mana Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytibdilar.